bunaqa deb xullas. Bo'pti, hozir gaplashib qo'yaman. Shahar qanaqa edi? Yoki shaharga borib qolmadingmi? O'sha yo'ldan ketibsan-ku, aytgan edi, lekin bizda unchalik borolmaganimiz uchun sen o'zing kelishingni kutdik. Xullas dada, men shaharga borib qoldim-da adashib. Yana nima bo'lganini ham esimda yo'q edi. U paytlar yosh bola edim, axir o'zingiz ham bilardingiz, 8 yoshga kirgan edim o'sha. Ha, to'g'ri aytasan. Ha, senga bergan pullarim haliyam yoningdami? Ha, ularni umuman ishlatganim yo'q. Ha, yaxshi aqllisan-da. Yeb ichishing nima bo'ldi? Yeb ichishlikka nimadirlar ishlatmadingmi? Yo'q, unchalik ko'p pul ketmadi-ya, uzr dada. Ha, mayli, hech narsa qilmaydi. Sen juda ham sog'indik, onaga kelamiz. Ha, men ham sizlarni sog'indim. Xullas, endi qishloqni aylab borib, qishloqni ham sog'ingandirsan-a? Ha, sog'inganman. Bo'pti, men unda aylanaman dada. Xo'p, unda aylanaver. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh, ana endi bu yoq boshqa joy. Ana endi yoshligimda birinchi borgan joyimga boramiz. Ana bu yer hali ham o'sha o'z holiga kelmagan. Xo'sh, bu yer qanaqa joy ekan? Shoshmang, to'lov qiling. Men merni o'g'liman, nima deysan? Uzr, kiring, tanimayman. Uzr. Ha, xo'sh, endi dam olaman. Maza. Qishloqdan baribir komfortroq joy yo'q. Komfort o'zi qishloq komfortmi? Ha, yana bilmadim. Xullas, menga qishloq yoqadi, baribir qishloq zo'r. Xo'sh, endi nima qilsam bo'lar ekan? Yaxshi, unda bu video ham shunchaki zerikarli chiqdi, to'g'rimi do'stlar? Qayoqda ham obuna bo'lardinglar? Zerikarli videoga hech kim ham obuna bo'lmaydi-da. Obunalarga kirsammikan? Ana ular izaymi? Chama xullas. Oho, mag'ar bosib ketibdi-ku. Xo'sh, qanaqa joy ekan bu? Yaxshi, tepaga chiqaylik-chi. Ishqilib sinib ketmasmikan mana bu yerlari? Mayli, qani chiqaylik-chi va tasakirayman. Yaxshiyam bu yerga o'tib olibman. Bu yer sinib ketdi. Jonim ketishi aniq edi. Endi bularni nima qilaman men? Mayli, shunday qo'yib yaxshi. Yana asal yodimga tushdi. Bunaqa quyosh botishida asal esimga tushishi aniq-da. Men to'g'risini aytsam uni sevar edim. Ko'plab ba'zi videolarimda ham aytganman, lekin uni o'ziga ayta olmas edim. Va ana shundan keyin shunaqa quyosh botishida men unga xullas uylanmoqchi edim, lekin uni yaramazlar o'ldirib ketishdi va men esa uni ham o'ldirdim. Uni sevar edim. Afsuski bunday bo'lmadi. Xullas, barchaga xayr do'stlar. Video yoqgan bo'lsa, like va obunani bosib qo'yinglar. Barchaga xayr.